Bu qo'limda ko'rib turganingiz $100 qog'oz pul. Mana bu kripto hamyonimdagi xuddi shu $100 kriptovalyuta ko'rinishi. Ikkalasi bir xil vazifani bajaradi. Buni mendan kimdir tortib olishi mumkin, buni esa yo'q. Bugun sizlar bilan kriptovalyutalar haqida gaplashamiz. Undan avval mening Instagram, Telegram va YouTube kanallarimga obuna bo'ling. Men u yerda kriptovalyutalarga oid eng so'nggi yangiliklar va tahlillar bilan bo'lishib boraman. Kriptovalyutalar raqamli valyuta bo'lib, ular blockchain tizimida ishlaydi. Ularni ko'rishni, ushlashni umuman iloji yo'q. Jismoniy ko'rinishga ega emas. Lekin qo'lingizdagi qog'oz pul bilan bir xil vazifani bajaradi. Ularni do'stingizga yuborishingiz, qabul qilib olishingiz, to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Masalan, San Salvador, Birlashgan Arab Amirliklari, Vyetnam, Yaponiya, Markaziy Afrika mamlakatlarida kriptovalyutalar orqali bemalol tovar va xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Xo'p, shu yerda savol tug'iladi. Agar kriptovalyutalar ham, oddiy pul ham bir xil vazifani bajaradigan bo'lsa, kriptovalyutalar nima uchun yaratildi? Buning uchun biz kriptovalyutalar tarixiga qaytishimiz kerak. Agar sizga kriptovalyutalar tarixi qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda bu haqda eng sodda tilda batafsil tushuntirishga harakat qilaman.